Baxtga navbat bormi? Kim oxirgi? Sizdan keyin men. O'zimga emas, ota mehrin ko'rmay o'sayotgan tirik yetim go'daklarga bir chimdim. Kelinlik martabasiga yeta olmay, oq ko'ylak armon bo'lgan aybsiz aybdor singillarga bir chimdim. Ne orzu umidlar bilan farzandlarini dunyoga keltirib, keyin yana qancha qiyinchiliklar bilan voyaga yetkazib, endi bolalarini rohatini ko'raman deganda ko'chadan tayyoraga kelgan bir oyimchani oldida qadrini yo'qotgan onalarga bir chimdim. Ota-onasi uyida malikalardek yashab, turmushga chiqib xizmatkordan xorroq bo'lib yashayotgan ojiza kelinlarga bir chimdim. Bir-birini jonidan ortiq sevgan-u, ammo taqdirni beshafqat o'yinlarini qurboni bo'lib sevmagan yor bilan yashab kelayotgan armonli oshiqlarga bir chimdim. Umrini oxirgi kunlarini yashayotganini bilib, farzandlarini tashlab ketishga ko'zi qiymay yaratgandan har kuni yana bir kun umr so'rab yashayotgan bemorlarga bir chimdim. Farzand tirnog'iga zor bo'lib, dada degan so'zni eshitishni juda xohlagani uchun jiyaniga mani bir marta dadajon degin deb yalinayotgan aka-ukalarimga bir chimdim. Onasini qabriga borib, nega bizni tashlab ketdingiz deb yig'layotgan ona mehriga zor bolalarga bir chimdim. Faqat bir chimdim. O'zimga